Qariyb 3 yildirki G'azo bosqin va qamal ostida yashamoqda. Bu vaqt davomida butun boshli mahallalar xarobazorga aylandi. Millionlab insonlar o'z uy-joyidan ayrilib, oddiy yashash sharoitiga ham ega bo'lmagan chodirlarda umr kechirishga majbur bo'lmoqda. Bugungi kunda ham bosqin davom etmoqda. Yashash mumkin bo'lgan hududlar tobora qisqarib, tinch aholi yana va yana yangi joylarga ko'chishga majbur bo'lmoqda. Ko'plab oilalar boshpanadan, oziq-ovqatdan, tibbiy xizmatdan, ta'limdan va hatto hayot uchun eng zarur bo'lgan ichimlik suvidan ham mahrum holda yashamoqda. Alloh taoloning fazli, so'ngra siz aziz ehson egalarining ko'magi bilan biz G'azoda imkon qadar turli yo'nalishlarda yordam ishlarini davom ettirib kelmoqdamiz. Ichimlik suvi, issiq taom, oziq-ovqat paketlari, tibbiy yordam va boshqa zarur loyihalar orqali minglab oilalarga yetib borishga harakat qilyapmiz. Robbimizdan so'raymizki, qilayotgan har bir ehsoningizni o'z dargohida qabul qilsin. Uni qiyomat kunida foydangizga hujjat qilsin. Hamda G'azo ahli uchun tez fursatda tinchlik, omonlik va g'alaba nasib etsin.